Ikkita ayol, ikkita holat va bitta yechim. Ikkita ayolning hayoti haqida men sizlarga gapirib beraman. Birinchi ayol 24 yoshda to'satdan turmush o'rtog'i vafot etadi. Va natijada 7 yil hayzi kelmaydi. Organizm kuchli stress vaqtida o'zini himoya qilish uchun gormonlar balansini pasaytirib, tuxumdonni avtomatik o'chiradi. Va mana shuni oqibatida 7 yil hayz ko'rmaydi. Ikkinchi ayol 33 yoshda, hayzi hech qachon vaqtida kelmagan, 15 yil deganda turmush o'rtog'i bilan uy sotib olishadi. Va buni natijasida ayol kishida ichki xotirjamlik boshlanadi. Va sekin gormonlari normallashib, hayzi normaga tushadi. Nima uchun bu ayollarni sizlarga taqqoslab beryapman? Hayz agar sizda buzilsa, faqat analizga qarab emas, hayotingizda bo'layotgan voqealarga juda ham katta ahamiyat berishingiz kerak. Shuning uchun ayol kishi hayz vaqti kelishi, onalikka tayyor bo'lishi